UFC мәстанлары мабалны жық көйген. Бұл бала Habib'ninki balысы мо yoki немisi? Necha yosh kirgandi bu bola? UFC'deki ko'pincha mayırlar bu balani bek hurmatlab yomon chaqchaqlashadi. UFC'deki dangliq shaxs bu bola Beydananing beqvagan bolasimi do ya? Bugun mush bolalar bir tanishib chiqili. Nalik bola nima ish qiladi va Habib bilan nima munosabati bor bilib aqli. Bir tal yurak besib qo'ysangiz sattumaydiganda. Bu Paknahninki ismi Xaspulla 2003-yili Rossiyaninki Dag'iston Jumhuriyati tug'ilgan. Bu yil naq 23 yosh kirdi. Xato qilmadingiz. Va bu paka buvoq bolda ko'ringani bilan allaqachon 23 yosh kirib bo'lgan bir cho'p-cho'ng adam bo'lib qoldi. Onunki tordagi mastanisi 3 milliondan oshadi hozir. O daim do'stlarchan birgaga tan tarbiya sohasidagi ash dangliq cho'lponlar bilan tushgan suratlarni yo'llab turdi. Shunaqlar ko'rilishi milliondan oshadi. Onunki bo'yingizdagi aran 90 sm keldi. Tordoshlar uni kichik burkutniki kichikildirilgan nusxasi deb ataydi. Yana ba'zi tordoshlar uni UFC'dagi bovoq darajasidagi mayir deb chaqchaq qilishadi. Undaqda Xaspulla UFC'da nima ish qiladi, nima ish qildi olqishlandi. Bu yerdagi ish mundaq. Dastlabda Xaspulla Rossiyada o'tkazilgan va petaklar elish musobaqasi qatnashganda musobaqadan burun kichik burkut Habibni do'rgan. Shu do'rganlik uchun torda dahshat qiziq nuqta bo'lgan. Shunaqla tez suratdan nam chiqarib Vanxon olib ketgan bola. Shu qatimliq musobaqada nurg'un kishilar uni Habibning bu balasi o'xshaydi, Habibning balasi ya deb qolgan. Keyin uningki Habib bilan nihoyat yaqin yutadiganligini bir maldan mamda yurtdosh ekanligi oshkorlangan. Shuning bilan 2022-yili UFC organ taraf Xaspulla bilan 5 yillik to'xtam imzolagan. Shunaqla UFC bilan to'xtam imzolagan eng kichik mayrib qolgan. Beydana uni UFC'ninki tashviqot elchisi qilgan. Ya'ni Xaspulla UFC musobaqalarini tashviq qilishga mas'ul. Shundaqla musobaqadan kirgan pulninki ma'lum bir qismini Xaspulla oladi degan gap. Bu xabar chiqishi bilan mastanlar o'ltiramay qolgan. Shundaqla Xaspullaninki bir maydon musobaqa tushishni umid qilishgan. Bu bola musobaqa o'yinisi qanday bo'lgandi deb qiziqqan. Qirg'izistonda nomi Xaspulladan qilishmaydigan yana bir bola bor ekan. Ismi Abdubochek. Bu tordoshlar bu bolani tep qolgan. Uningki bo'yingizdagi ham yeshi Xaspulla bilan asosan o'xshash. Mastanlar bu ikkisini bir maydon musobaqa tushsin. Zodi qaysi yomon deb qizg'in munozir qilishgan. UFC tarafmo mastanlarning talabi bo'yicha bu ikkisini musobaqa o'rlashtirib baqqan hamda keyin amalda qoldirib o'tgan. Shunaqla bu UFC'ninki kuchli ta'sir kuchga tashviqot e'lon qilgan. Xaspulla yana anjimunch Kangnaga shilting etib qo'ydi hojimi. Bir qatim o chambarakka men baqqan bir to'xuning ismi Kangna deb yozgan. Bir to'xsiga Kangnaning ismini qo'yib qo'ygan. Kangna unga javob qaytarib, "Sen bilan musobaqa maydonida uchrashib qolsam, bir peshva bilan qafasiga chaplab qo'yma" deb qo'qaq solgan. O'ylamaganim bu Xaspulla davomli Kangnaga kirishib qolgan. Bu balam bo'sh kelmagan. Hatto Kangna bilan bir 8 burchakli qafasda musobaqa tushmoqchi bo'lgan. U Beydanaga "Meni uning bilan musobaqa o'rlashtiring. Men Kangna degan to'qni bir yevitma, bir yevitay buni" deb ashna degan. Amaliyotda bu Xaspullarniki bunda davron silishi faqatlar UFC'niki tashviqot qilish uchun. Nurg'un kishilar musobaqa maydonidagi ishlarni bildi, lekin Xaspulla UFC'dagi maylarniki kishilik turmushini va musobaqa maydonining sirtidagi ziddiyatli ahvollarni yo'llash orqali UFC'niki ta'sir doirasini texmo kengaytmoqchi bo'lgan. Bir qatim Xaspulla bilan Tyson bir programma qatnashgan. Tyson bu umoq shakishni ko'rib, ichi kuyib, akiltib ketgan. Shu qatimliq faoliyatmo nihoyat qizg'an, lekin Tysonning bilmaydigini Xaspulla bu chaqda 20 yosh kirib bo'lgan. Keyin riyosatchi bu balniki 20 yoshli qaran yigit ekanligini aytganda Tyson xijolatchilikda yaning teki kirib ketgandek bo'lib ketgan. Ish qilib qiziqarli qishlarjiq, meni qo'shiling, siz qiziqadigan eng yangi xabarlarni eng avval yo'llab turma, sizmi eng avval ko'rib tursiz.